O'zgidromet 13-fevral qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 13-fevral ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. O'zgidromet 13-fevral uchun ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra juma kuni yana yomg'ir yog'ishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, usti yurtda 10-12 darajalik bo'ladi. Kunduzi 0-5 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja ila kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Cho'l hududlarda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja ila kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja ila kunduzi 13-18 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja ila kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Qor ko'chishi xavfi bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduz 0-5 darajalik bo'ladi.